voy aka, o'g'illaringiz katta bola bo'lib qolibdi-yu, bularga bir kishilik kravat ko'radi, bitta ko'raverasizmi? Ko'rishingiz mumkin, bir kishilik kravatimizni matraslari bilan birga qilib berishar ekan. Qizig'i, materiali bor-ku, 100% MDFdan ishlangan. Mana bunaqa yumshoq materiali zamishdan bo'ladi, bola o'tmutini qattiq urolmaydi. Xudo xolisi, ranglarini ham qilib berishar ekan. Matrasi ortoped matras bo'ladi. Kravatligini razmeri uzunligi 2 metr, enligi 90 sm bo'lar ekan. Qizig'i, sharqiy milda bo'lib to'lashga siz bo'ladi. Xohlasangiz kunlik to'lov, xohlasangiz haftalik to'lov yoki xohlasangiz oylik to'lov qilib ham xarid qilishingiz mumkin. Toshkent shahar va 12 viloyatga boshlang'ich to'lovsiz bepul qilib berishadi. Uning uchun Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bir dona pasport kerak bo'ladi. 12 viloyatga esa pasport bilan plastik karta kerak bo'ladi. Pasportlik varaqani qoldiraman, o'sha raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Va albatta, bu kravatimizni kunlik to'lovi bor yo'q 12 ming so'm. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumot beramiz.